demak, birinchi nimani aytishim kerak, afsus O'zbekistonda hali ham ko'p tashkilotlar yopiqligicha qolyapti. Ochiq ma'lumotlar juda kam. Dunyoda data jurnalistika, ma'lumotlar jurnalistikasi rivojlanayotgan bir paytda bizada hamma ma'lumot ham ochiqda emas. Ochiqda emasligi ham mayli, so'rab ham ololmaysiz ba'zi bir ma'lumotlarni. Endi juda ham umumiy gapirdim. Ba'zi bir tashkilotlar e'tiroz bildiradi, mana ochiqmiz deb. Umuman olganda hali ham material kam. Buni nima deydi, xalqaro ekspertlar ham ko'p aytadi. Demak, bu bizga to'sqinlik qilayotgan jihat. Ikkinchisi, yana bir jihat borki, media savodxonlik, axborot olish madaniyati yetarli darajada rivojlanmagan. Ya'ni doim ham sifatli materialingni o'quvchisini yo tomoshabinni topolmaysan, yoki aytaylik, o'sha auditoriyani saviyasi pastligidan foydalanib kimdir bo'lar bo'lmas materiallar bilan yutib ketadi, sani bir yaxshi materialing qolib ketadi. Demak, haligacha biz axborotni sifati, tekshirilganligi darajasi kabi narsalarni yetkaza olmadik, auditoriyani oxirigacha tarbiyalay olmadik deb o'ylayman. Demak, bu ham bizni faoliyatimiz bir yaxshi yuqori sifat saviyatni davom etishiga to'sqinlik qiladigan omillardan biri. Boshqa omillar ham bor, endi qisqacha shu.